Kompyuter o'yinlarini ko'p o'ynash ko'zlarimizga zararlimi? Kompyuter ekrandan chiqayotgan nurlarni ko'zlaringizning zrenasini pasaytiradi. Yoki ekrandan chiqayotgan zararli nurlarni tortib olish uchun yoniga kaktus qo'yib qo'ying. Shunda sizga kam zarar yetadi degan gaplarni siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. To'g'ri, avvalgi kompyuterlarning gamma nurlari, ya'ni ko'k nurlari ko'zlarga juda jiddiy zarar yetkazgan. Lekin kaktus haqidagi fakt unchalik ham to'g'ri emas. Hozirgi kundagi IPS texnologiyasi bilan jihozlangan ekranlarda ko'k nurlari o'ta past bo'lgani uchun ko'zlarga umuman zarar yetkazmaydi. Lekin hozir ham kompyuter oldida ko'p o'tirganimdan so'ng ko'zlarim uzoqni xira ko'radi yoki boshim og'riydi, ko'zim achishib ketadi deyishingiz mumkin. Buning ham javobi juda ham oddiy. Hamma gap ekran sozlamalarini noto'g'ri ishlatishimizda. Agar tunda ekraningizni maksimal darajada yorug' holatga qo'ysangiz, bu holat ko'zlaringizni tez toliqib qolishiga olib keladi. Ko'zlar toliqib qolmasligi uchun xona yorug'ligi bilan ekran yorug'ligi bir xil darajada bo'lishi kerak. Ko'zlar toliqishining ikkinchi sababi uzoq vaqt yaqindagi nuqtaga qarab, birdaniga uzoqdagi nuqtalarga qaraganingizda uzoqdagi obyektlar xira ko'rinadi. Bunday holatga tushmaslik uchun har 45 daqiqada ishingizni to'xtatib, yaqinga va uzoqqa qarab ko'z mashqlarini bajaring. Agar tunda o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, ekranni yorug'ligini pasaytirib, nochnoy svet funksiyasini yoqib qo'ying. Shunda ko'zlaringiz umuman toliqmaydi va ko'zlaringizga ziyon yetmaydi. Shunday foydali kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozing, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.